Ashurboy Bolqiyev, ona, muhtarama Mehri Daryo volidam Sharofat To'qliboy qizining qutlug' 50 yoshiga 17 yil bundan muqaddam oppoq qorlar ketgandi yerdan. Udam fasli bahor edi, ko'klam ko'rkam biram. Neki mashaqqat bor, chidadingiz o'shadam. Men tug'ildim siz tufayli, yurt xizmatin qilmoq uchun mayli. Qo'riqlayin vatanni siz tufayli, ko'rayin men kurash bilan abadiyatni. Tebratdingiz azob to'la beshigim, ochiqdir siz uchun hamisha qalb eshigim. Umri chinor quvonchimsiz, hayot qo'shig'im. Mehribonim munis jafokash ona. 1987-yil Qo'shtamg'ali. She'rni muallifning o'zi Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil 2-avgust